bo'lmaganda biz yo'lda avtohalokatga uchragan mashinalarga ro'baro bo'ldik. Bizga eringizni olib kelishganda hali jon uzilmagandi. Bizni burchimiz odamlarning taqdiri va ularning sog'lik salomatligini asrashdir. Sendan boshqa bu muammolarni hal qiladigan shifokor yo'qmi? Birinchi o'rinda ayol va ona ekanligingni unutma. Aziz hamkasblar, bu maskan bizning birinchi boshlang'ich bolachamiz bo'ldi. Barcha joylarda qad ko'taradi. Maqsadimiz bitta. Oilamiz, xalqimiz sog'lig'ini asrash deb o'ylayman. Biz bir jamoa, bir oilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz Ibn Sino avlodlarimiz. O'z paytida Ibn Sino ta'limotini o'rganish uchun butun dunyodan odamlar oqib keldi.